Oyliklar 10 million so'mgacha Yunusobod, Shayxontohur, Yashnobod, Chilonzor, Sergeli va Yakkasaroy tumanlaridan ish so'rashgan obunachilarimiz uchun qulay smenalik ishlar topib qo'ydik. V-Brand kiyimlar do'konlar tarmog'i 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan professional va mas'uliyatli xodimlarni qidirmoqda. Bo'sh ish o'rinlari, sotuvchi konsultant kerak vazifalari xaridorning uslub va didiga mos kiyimlarni tanlashda yordam berish. Ish vaqtlari birinchi smenada ertalabki 09:00 dan kechki 20:00 gacha, ikkinchi smenada 14:00 dan kechki 00:00 gacha. Ish grafiki 6 ish kun va 1 kundan. Vitrinachilar kerak vazifasi do'kondagi shimlarni taxlash, dazmollash va tartibga keltirishdir. Ish vaqtlari esa 3 ta smenada. Obuvchi kerak vazifalari oyoq kiyimlarini do'konlarda to'g'ri tartibga keltirish, oyoq kiyimlarining tozaligi va holatini nazorat qilishdir. Ish vaqtlari 3 ta smenada. Skladchi kerak vazifalari omborda kiyim va aksessuarlarni qabul qilish, joylashtirish va tartibli saqlash, skladdagi mahsulotlarning hisobini yuritishdir. Ish vaqtlari 3 ta smenada. Ishga suhbat asosida qabul qilinasiz, joylar soni cheklangan. Qolgan batafsil ma'lumotni olmoqchi va bog'lanish uchun raqamlarni bilmoqchi bo'lganlar ushbu video kommentariyasiga ish kerak yoki 7 raqamini yozib qoldiringlar va biz sizlarga bog'lanish uchun raqamlarni taqdim etamiz. Ishonchli va daromadli ishlarni esa Telegram kanalimizga joylab kelmoqdamiz. Kanal manzilini Instagram sahifamiz muqovasida qoldirganmiz.